mana buni qaranglar, go'shtini, lahmligini, umuman yog'i ham yo'q, po'stkasi ham yo'q. Yaponiyada 27 ming, 30 ming dollar turadigan tunes go'shtini, lahmini sizlar uchun arzon narxlarda tunes kapchonligimizga keldi. Svijak, mazalari ham zo'r. Холодный kapchonlik bo'ladi. Hozir mana buni kesamiz. Bismillah. Voy, mana buni qaranglar, go'shtini, lahmligini, umuman yog'i ham yo'q, po'stkasi ham yo'q. Tixi akansiki yuradigan tuneslarni shunday yeysizlar, tinchlantiradi. Sifati ham o'zi ham zo'r chiqadigan tunesimizni. Voy, buni hozir bitta yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Soninglar shunaqa zo'r ekan. Maslahat qilaman, kelib turib kelsa, bolajonlarga ham shunday bersanglar, omega 3 eng muhimi foyda bo'ladi. Immuniteti mo'shlik bo'ladi, baquvvat bo'lib o'sadi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Beshaka aka bozor 36-do'kon. Kelaverasizlar. Pastda hamma narsa yozilgan, narxlari ham, dastlabki nomerlari ham.